Muqaddas ona, ayol zotini chinakam mehr bulog'i, mehr quyoshi desak, har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Ana shu quyosh bor ekan, mehr oqibat, ezgulik va adolat, vafo va sadoqat kabi buyuk qadriyatlar necha asrlardan buyon bezavol yashab kelmoqda. Yer yuzida so'z va so'z san'ati, shoiru hofiz, rassom va haykaltarosh paydo bo'libdiki, ona va ayol zoti yuksak pardalarda tarannum etib kelinadi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayolga ehtirom shiori ostida Milliy tiklanish demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi ayollar qanoti faollari hamda deputat ayollar ishtirokida bayram tadbiri tashkillandi. Biz bugungi mana shu fursatdan foydalanib, butun O'zbekistonimizni, butun Farg'ona viloyatimizni, bizni partiyamizni maqsad g'oyalariga xayrixoh bo'lgan ayollarimizni, deputatlarimizni, bizni qo'llab-quvvatlab turgan elektoratimizni samimiy tabriklaymiz. Bahor bayramlar bilan boshlanadi. Ulug' shoirimiz Erkin Vohidov aytganlaridek, olamda ayol madhiga doston tugamaydi. Chunki ayol siymosi Yaratganning tengsiz mo'jizasi bo'lib kelgan va hamisha shunday bo'lib qoladi.